Agarda shu mahsulot 3 santimetrlik bo'lganda, xuddi shu ko'rinishi va erinmagan ballar. Har bitta toshlar orasiga bittadan taxta qo'yib chiqishibdi. Buni ikkita sababi bor. Hozir tushuntiraman. Birinchi sababi tosh bir-biriga hech qanday chizilib ketmasligi uchun shuna qilinadi va ikkinchi sababi bu mahsulotimiz aynan mana shu detallarimiz obmanka qilish uchun quritilyapti. Ko'rishingiz mumkin, obmanka qilish jarayoniga tayyorgarlik ko'rilyapti. Uchligi bu narsa quritib olinib, mana bu toshga silliq yopish uchun qilib olingan va toshimiz ham Angola bilagimiz ham beti chizilib ketmasligi uchun ko'ksaroyda polirovka tarafini artib olib, qo'l bo'lib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa Benfix kleylarimiz bilan sekin ishlov berishni boshladilar Muzaffar. Xudo xohlasa tayyorlab olganmiz kleylarimizni. Chunki idealning bir-biriga maksimum yaqin kelish uchun Benfix kleylardan foydalanamiz. Sababi o'ta ham yumshoqligini hisobiga qo'lda o'zida yopishtiramiz va yumshoqligi hisobiga choklari ko'rinmagan bo'lib ketadi va bundan keyingi jarayonlarni ham ko'rsatib boraman. Hozir obmankadan keyin yana kesib oldik. Obmankamiz ko'rishingiz mumkin, ideal turibdi. Bu toshlar kelganda, zavoddan kelganda mana bu ikkita chekkasi uchgan bo'ladi. Mana shuni yo'qotish maqsadida ham ideal chiqishi uchun ham yana bir marta kesib olamiz. Endi holatni qaranglar, hatto choki ham millimetrligini hisobiga mana yo'q bo'lib ketgan, bilinmayapti даже, ko'ryapsizlarmi? Xudo xohlasa polirovkadan chiqarib, hozir ko'rsatib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, obmankamiz polirovkasi chiqdi, xudo xohlasa. Deyarli choklar bilinmayapti. Bu albatta yigitlarimiz mahoratidan dalolat qiladi va albatta Grand Clay Benfixning yumshoqligidan ham dalolat qiladi. Aytishingiz mumkin, shuni tayyor 3 santimetrligidan olib qo'ya qolsa bo'lmasmidi deganlar uchun. Agarda shu mahsulot 3 santimetrlik bo'lganda, xuddi shu ko'rinishi 220 ming so'm bo'lardi. Hozir esa mana obmanka ko'rinishida 1 metri 99 ming so'mdan chiqyapti. Agarda sizga mana shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz.